هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 155. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 155. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula ahdini buzganlıkları, Allah'ın ayetlerini inkar kılganlıkları, peygamberlerini nahak öldürgenlikleri ve Muhammed aleyhisselam'a dillerimiz perdelengen, yani sözünü düşenmeydi degenlikleri için ulağa lanet kıldık. Belki Allah ulanın küfrü sebebinden dillerini piçetlivetti. Şuna ulanın azgınısıdan başkası iman etmeydi. Yine ulanın küfrü, yani İsa aleyhisselam'ını inkar kılganlıkları için ve Meryem'e çok böhtan çaplaganlıkları için ulağı lanet kıldık. Yani Allah'ın Resulü İsa İbni Meryem'ni hakikaten öldürdük degenlikleri için ulağı lanet kıldık. Ve halen ki ulağının İsa'nı öldürgünü mü yok, dargı askını mı yok. Ve lakin ulağı şübhe silindi. İsa'nı astık dep güman kılıp İsa aleyhisselam'a okşap kalgan başka birisini astı. İsa doğrusu da ihtilaf kılışkanla hakikaten onun öldürülgenliği meselesi de şübhidir. Ula bu işinin hakikatini bilmeydi. Gümanğalı asaslanıdı. Ula İsa'nı cezmen öldürmedi. Belki Allah onu öz terbiye götürdü. Yani İsa aleyhisselam'ını Allah ulanın şerriden kutuldurup terik halda asmanlık elip çıkıp gitti. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Ehli kitaptın, yani Yahudiler ve Nasaralardan her kandaki can üzüş aldı da onunla, yani İsa'nın hak peygamberliği ve Allah'ın bendisi işkenliği iman etdi. İsa kıyamet günü ula Yahudilerin İsa'nı darık astık degen davasının ve Nasaralarının İsa Allah'ın oğlu degen davasının yalganlığına guvah buldu. Yahudilerin cinayetleri doğrusuda. Ula Allah Teala ulardan algan ahdini buzdu. Peygamberlerinin kollarında bolgan çoğun möcizlerini ve Allah Teala'nın oçuk paketlerini görüp durup inkar kıldı. Peygamberlerini nahak öldürgenlikleri, yani Yahudilerin ötküzgen bu cinayetleri Allah Teala'nın lanet etişiğe ve ulanı doğru yoldan yiraklaştırıp etişiğe sebepçi bolgandır. Ulanın Muhammed Aleyhisselam'a dillerimiz perdelengen, yani sözünü düşenmeydi degen sözü müşriklerin tövendeki sözlerine okşap gidiyor. Ula peygamberge bizning dillerimiz sen bizni davet kılgan neslerden perdelengen deydi. Belki Allah ulanın küfrü sebebinden dillerini peçetlivetti. Ula dillerimiz perdelengenlik için Muhammed Aleyhisselam'ın degen sözlerini düşünelmeyimiz dep Allah Teala'ga özür etti. Allah Teala ulağı mundaq dedi. Ulanın dilleri kafir bolganlığı sebep bilen peçetlivetilgendir. Şuna ulanın azgınısıdan başkası iman etmeydi. Bununla münasebetlik mezmunlarını Sure Bakara'da bayan kılıp ötken edik. Ulanın
Hazreti Meryem hakkında degan so'zi İsa aleyhisselamni o'ltirib etdik deb qilgan da'vosi va uning haqiqati to'g'risida. Yana ular kufri, ya'ni İsa aleyhisselamni inkor qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'hton choplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudilar Hazreti Maryamni zina qildi deb bo'hton chopladi. Suddi, Juvaybar, Muhammad ibn Ishaq va boshqalarni bu to'g'risida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga o'xshash dedi. Bu oyatning ochiq ma'nosidir. Bu oyatning ochiq ma'nosidir. Ya'ni ular Maryamga va uning o'g'liga cho'ng ishlar bilan bo'hton chopladi. Ular Maryamni zina qilib qo'rsoq ko'tardi dedi. Ularning ba'zisi u hayzdar turib zina qildi dedi. Ularga ta qiyomat kunigacha Alloh taolaning la'nati bo'lsin. Ya'ni Allohning rasuli İsa ibn Maryamni haqiqatan o'ltirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Bu ularning so'zini mazoq qilish uchundir. Bu mushriklarning tuvandagi so'ziga o'xshaydi. Ey Qur'on nozil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. Alloh taolo Maryamning o'g'li İsa'ni oshkor pokit va hidoyat bilan avatganda, Alloh taolo uningga bergan payg'ambarligini tug'mi ko'rni va oq kasalni saqaytish, Allohning izni bilan o'likni terildirish, loydan uchar qushlarning haykallarini yasab, ondan uni pulab Allohning izni bilan hamma kishilar aniq ko'radigan holatda uchirishi va uningdan boshqa Alloh taolo uning qo'lida chiqargan mo'jizalarni berganligiga Yahudilar hasad qildi. Ular mushundaq mo'jizalarni ko'rib turib, uningga ishonmay qarshilik qildi va butun kuchi bilan uningga aziyat berishga tirishdi. Hatto Alloh taolaning payg'ambari İsa alayhissalom ular bilan birga bir shaharda yashayolmay, balki onasi bilan birga u yerdan bu yerga yo'tkilibli yurishga majbur bo'ldi. Yahudilar shu ishlari bilanla to'xtab qolmay, Damashqning shu zamondagi podshohning qishig'a uni chiqib berishdi. Podshoh Yunonlik bo'lib, yulduzlarga ibodat qiladigan mushrik edi. Ular podshohga Baytul Muqaddasda kishilarni ozdiradigan va kishilarni podshohga qarshi turishga qudrat qiladigan bir kishi bor deyishdi. Podshoh bu ishdan g'azablanib, o'zining Baytul Muqaddasdagi valisiga u kishidan ehtiyot qilish, uni beshiga tikan qo'yib, uni esib beshiga tikan qo'yish va kishilarni uning ozdirishidan saqlash to'g'riliq xat yozdi. Xat valiga yetib borgan amon vali buyruqni o'rinlash uchun bir turkum Yahudilar bilan İsa alayhissalom turayotgan uyga bordi. İsa alayhissalom o'zining 12 yoki 13 hamrohlaridan tarkib topgan bir turkum jamoat bilan birga edi. Ular 17 kishi edi degan qarashlarmi bor. U juma kuni asrdan keyin, ya'ni shanba kuni kirgan kechasi edi. Ular İsa alayhissalomni shu yerda qo'rishib oldi. İsa alayhissalom muqarrar holda ularning cho'qim o'zlari turayotgan joyga besib kiradiganligi yoki o'zining ularning oldiga chiqadiganligiga jazm qildi. Jazm qildi-da hamrohlarga: "Sizlardan qaysinglar mening suratimga o'zgarishni xohlaysizlar? Kimiki mening suratimga o'zgarsa, ular shuni o'ltirdi. U kishi jannatda mening hamrohim bo'ladi" dedi. Bu so'zni anglab, ularning ichidan yosh bir bola o'zining xohlaydiganligini bildirdi. İsa alayhissalom uni kichik ko'rgandek, "Yana qaysinglar mening suratimga o'zgarishni xohlaysizlar?" degan so'zni 2-3 qitim takrorladi. U har qitim shundoq deganda
Fakat şu yaşlı çıktı. Şu yaşla çıktı. Ondan İsa aleyhisselam cennetki mening hamroyim sen dursan dedi. Allah Teala u balını İsa aleyhisselamның suratiga kirgizdi. U bala xuddi İsa aleyhisselamның o'zidekli bo'ldi. Uyning o'g'isi tarafidan bir to'shik ichildi. İsa aleyhisselamni bir mugdek bostida u osmonga shu holati bilan ko'tarilib ketdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Öz vaqtida Allah aytdi: "Ey İsa, men seni ajiling yetganda qabz ruh qilaman. Seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga elib chiqaman." U osmonga ko'tarilib ketganda uning bilan uyda birga o'ltirgan kishilar sirtga chiqdi. Sirtda qorshab turganlar heliq yosh bolani ko'rganda uni İsa deb gumon qilib kechida tutib elib chiqib osdi va uning osdi. Sirtda qorshab turganlar heliq yosh bolani ko'rganda uni İsa deb gumon qilib kechida tutib elib chiqib osdi va uning beshiga tikanni qo'ydi. Yahudilar uni biz osdik deb u ishi uchun faxrlanib ketdi. Shuning bilan Yahudilarga İsa aleyhisselam bilan billa uyda bo'lgan va uning osmonga ko'tarilib ketganligini boshqa bir turkum xristianlar bilimsizlik va nodonligidan ishinib ketib, Yahudilar yomon gumon qilgandek esilgan kishi Maryamning o'g'li İsa deb gumon qilishdi. Yahudilar uni biz osdik deb u ishi uchun faxrlanib ketdi. Shuning bilan Yahudilarga İsa aleyhisselam bilan billa uyda bo'lgan va uning osmonga ko'tarilib ketganligini boshqa bir turkum xristianlar bilimsizlik va nodonlikdan ishinib ketib, Yahudilar gumon qilgandek esilgan kishi Maryamning o'g'li İsa deb gumon qilishdi. Hatto ular Maryamning esilgan shu kishining ostiga kelib yig'ilganligini bayon qildi va esilgan kishi Maryamga so'zladi degan qarashim bor. Haqiqatini Allah o'zi bilguchidir. Buning hammasi Allah Taolaning bandalarini sinishidir. Bu ishda Allah Taolaning cho'ng bir hikmati bordir. En rastçıl bo'lgan bütün alemlerinin Rabbi ve bütün dillardaki narsalarni ve asman zimindeki yoshurun ishlarni bo'lgan ve bo'ladigan ve bo'lsa qandoq bo'ladigan narsalarning hammasini bilguchi Allah Taala bu ishning haqiqatini mo'jizalar ve ochiq faktlar bilan to'g'riliqi isbotlangan ulug' payg'ambariga tushirgan buyuk Qur'onda ochiq bayon qilib mundaq deydi: "Vaholanki ularning İsa'ni o'ltirgunimi yo'q, darg'a osqinimi yo'q, va lekin ularga shubha selindi. İsa'ni osdiq deb gumon qilib, İsa aleyhisselamga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi." Ya'ni ular İsa aleyhisselamning suratiga kirgan bir kishining esilganligini ko'rdi. Ular uni İsa'mikin deb gumon qilib qoldi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ldirilganligi masalasida shubhididir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumong'a asoslandi. Ya'ni İsa aleyhisselamni o'ldirdik deb da'vo qilgan Yahudilar ve onun ishongan xristianlarning nodonlari bu ishda gumon, hayronlik ve gumrohlik ichidadir. Shunga Allah Taala mundaq dedi: "Ular İsa'ni jazman o'ldirmadi. Belki Allah onu öz tarafiga ko'tirdi. Ya'ni İsa aleyhisselamni Allah ularning sharridan qutuldirib, terik holda osmonga elib chiqib ketdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir." İbn Abu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Taala İsa aleyhisselamni osmonga ko'tirishni xohlaganda u hamrohlarining qishiga
uyning ichidagi bir buloqdan chiqdi. Uyda uning yaqin odamlaridan 12 kishi bor edi. U buloqdan chiqqan vaqtida uning beshidan suv tinib turadi. İsa alayhissalom, sizlarning ichinglarda menga iymon etib bo'lgandan keyin menga 12 qitim kafir bo'ladigan kishi bo'ladi. Qaysinglar mening suratimga kirsanglar, u mening o'rnimda o'ldiriladi va men bilan bir darajada bo'ladi dedi. Shuning bilan ularning ichidagi eng yosh bola o'rnidan turdi. İsa alayhissalom uningga o'ltirgin dedi va ularga so'zni takrorladi. Ondan yiliqi yosh yana o'rnidan turdi. İsa alayhissalom uni o'ltirishga buyurib, ularga so'zini yana takrorladi. Yana yiliqi yosh o'rnidan turdi. Shuning bilan İsa alayhissalom, "U kishi sen tursan" dedi. Shuning bilan u yosh İsa alayhissalomning suratiga kirdi. İsa alayhissalom bo'lsa, uyning to'nligidan osmonga ko'tarilib ketdi. Yahudilarning ichidan İsa alayhissalomni izlayotganlar kelib, İsa alayhissalomning suratiga kirgan kishini tutib, darga osdi. Kiristga maqladi. Shuningdan keyin ularning ba'zisi uningga iymon etib bo'lgandan keyin 12 qitim kafir bo'ldi. Ular 3 firqaga bo'lindi. Bir firqasi Alloh taolo bizning ichimizda u o'zi xohlagan muddat, bir firqasi Alloh taolo bizning ichimizda u o'zi xohlagan muddat turib keyin osmonga ko'tarilib ketdi deydi. Bular Yaqubiya firqasidir. Yana bir firqa İsa alayhissalom Alloh taolaning o'g'li, u ichimizda o'zi xohlagan bir muddatgacha turdi. Keyin Alloh taolo uni o'zining yeniga ko'tarib elib chiqib ketdi deydi. Bular Nasturi firqasidir. Yana bir firqa İsa alayhissalomni Alloh taolaning bandisi va uning payg'ambari, bizning ichimizda Alloh xohlagan muddatgacha turdi, ondan Alloh taolo uni o'z dargohiga elib chiqib ketdi deydi. Bular ularning ichidagi musulmonlardir. Shuning bilan ikki kofir firqa musulmon firqasiga qarshi birlashib musulmon firqasidagilarni o'ldirib etdi. Taki Alloh taolo Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib avatganga qadar islom dini bu xil o'chgan holatda bo'ldi. Yana bir rivoyatda İsa alayhisalom ularga mundaq degan: "Sizlardan qaysi biringlar mening suratimga kirsa, u mening o'rnimda o'ldiriladi va mening jannatdagi hamrohim bo'ladi." İsa alayhisalom ölüp ketishdan burun hamma xristianlarning uningga iymon etganligi to'g'risida. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan har qanday jon o'zish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etdi. İsa qiyomat kuni ular Yahudilarning İsa'ni darga osdiq degan davosining va Nasaralarning İsa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. İbn Jarir İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ahli kitoblar İsa alayhissalom o'lishdan burun iymon etdi. Avfimu İbn Abbas radhiyallohu anhumaning shundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Malik bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: İsa alayhissalom osmondan tushib toki o'lib ketguncha ahli kitobdan uningga iymon etmagan birmi kishi qolmaydi. Hazreti Maryam o'g'li İsa alayhissalomning oxir zamon bo'lganda qiyomat bo'lishdan burun osmondan zaminga tushadiganligi va shirk yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqiradiganligi to'g'risidagi hadislar nihoyat ko'pdir. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Maryamning o'g'li İsa alayhissalom pat yaqinda sizlarning oranglarda
adil hüküm sürgücü bulup düşüdü. U Hristiyanlarning Krist belgisini sundurdu. Çoşqini öldürdü. Rimlar to'laydigan to'lamni bekor qildi. Ya'ni ulardan islomdan boshqasi qabul qilinmaydi. Mol mulkka to'lib ketdi. Ya'ni İsa aleyhisselam adil hüküm sürgenlikten bereket yığıp ketdi. Hatta o mal mülkni alıdığan bir kişi tepilmay qoldi. Ular üçün bir qitim secde qilish dünya ve onun içindeki barliq narsadan yaxshi bo'lib qoldi. Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi. Agar xohlasanglar Alloh taolaning bu oyatini o'qib beqinglar. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar ve Nasaralardan her qandaqi jon o'zish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambarligi ve Allohning bandasi ekanligiga iymon etdi. İsa qiyomat kuni ular Yahudilarning İsa'ni darg'a ostiq degan davosining ve Nasaralarning İsa alayhissalom Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ldi. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Maryamning o'g'li İsa aleyhisselam tushdi. U çoşqini öldürdü, Krist belgisini sundurdu. Onunğa namoz jug'lishib berildi. U kishilarga mol mulk bersa, oladigan odam chiqmaydi. Rim zimmalardan oladigan to'lamni bekor qilib o'tdi. Yani ulardan İslamdan başkasını qabul qilmaydi. U Ruha degan yerga tushdi. U yerdan haj qildi yoki umra qildi yoki u ikkisini biraqli qildi. Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu oyatni o'qidi. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar ve Nasaralardan her qandaqi jon o'zish oldida onunğa, yani İsa'nın haq peygamberligi ve Allah'ın bendisi ekanligi iman etdi. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamberler bir kişinin ballarıdır. Yani hammasının elip kelgen dini birdir. Ularning onalari başqa-başqadır. Elip kelgen dininin asli bir, ama şeriatlar o'xshash emasdir. Ularning dini birdir. Sheksiz men Maryamning o'g'li İsa'ga eng yaqin kishidirman. Chunki ikkimizning oralig'ida hech qanday payg'ambar yo'q. Uning osmondan tushishida shak yo'qdir. Sizlar uni ko'rgan vaqtinglarda tuvendagi alomatlardan toninglar. U o'rta bo'y, rangi oqish qizil kishidir. Ustida sus qizil rang bilan bo'yalgan ikki qur kiyim bor. Höl bolmasımı onun çeçidin xuddi su tünüp turgandek görünüdü. U Krist belgisini sundurdu. Çoşqini öldürdü. Zimmilağa koyulgan tölemni bekar kılıdı. Kişilerini İslam'a çağırdı. Allah Teala onun zamanında İslam'dan başka hemme dinlerini yoktudu. Deccalını yoktudu. Yeryüzüde hatırcemlik berpa buludu. Hatta yılpız, yolvas, böğürler, koy, tögüler bilen birge otlaydı. Kiçik balalar yılanlarını oynaydı. Yılanlar kiçik balaları çakılmaydı. İsa aleyhisselam ziminde 40 yıl turgandan keyin vafat bulup gidiyordu. Onun namazını Müslümanlar düşürdü. İmam Müslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Hatta Rumliqlar a'maq yoki dobiq degan yerga urush uchun kelmagichilik qiyomat bo'lmaydi. Ondan ularning oldiga Madinadan shu vaqtdagi yer yuzidagi kishilarning eng yaxshilaridan bo'lgan bir qo'shin chiqdi. Madinadan chiqqan qo'shin urush uchun saf tuzganda Rumliqlar biz sizlar bilan urush qilmaymiz yoki burun bizni asirga olgan kishilar bilan urush qilamiz deydi. Müslümanlar, yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, biz sizlarni bizning qarindoshlarimiz bilan urush qilib qo'ymaymiz deb
ular bilan urush qiladi. Keyin musulmonlarning askarlaridan 1/3 qismi urushda yengiladi. Alloh taolo ularning tavbasini mangu qabul qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo ularning ko'ngliga tavba qilishni solmaydi. Ularning yana 1/3 qismi o'ldiriladi. Bular Alloh taolaning dargohida eng katta shahidlar hisoblanadi. Qolgan 1/3 urush qilib shaharlarni oladi. Ular mangu ezib ketmaydi. Ular Konstantiniyani qo'lga oladi. Ular qilichlarini zaytun daraxiga esib qo'yib, o'ljilarni o'g'lishayotgan chaqda to'satdinlar shayton ularning ichida Dajjal sizlarning xotin bolalaringlarning orasiga keldi deb vaqiraydi. Shuning bilan ular Konstantiniyadan chiqib ketadi. Amaliyotda Dajjalning chiqqanligi yolg'on edi. Ular Shamga yetib keldi. Shamga yetib kelgan vaqtida ondan Dajjal chiqdi. Ular saplarni tuzib, urush uchun tayyorlik qilayotganda namozga takbir aytiladi. Shu chaqda Maryamning o'g'li Isa alayhisalom osmondan tushdi-da, ular imom bo'lib berdi. Isa alayhisalomni Allohning dushmani Dajjal ko'rgan hamon xuddi tuz suvda erigandek eriydi. Agar Isa alayhisalom Dajjalni shu peticha tashlab qo'ygan bo'lsa, u butunlay tugigicha erib ketadi. Lekin Alloh taolo uni Maryam o'g'li Isoning qo'li bilan o'ldirdi. Isa alayhisalom neysining uchidagi Dajjalning qinini kishilarga ko'rsatdi. Imom Muslim Nuwas ibn Sam'an radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bir atigini Dajjalning gapini qilib, uni bir haqoratlab va bir gavdlantirib, uning sifatini bayon qilib berdi. Biz Dajjalni xormuzarliqdimikin deb gumon qildik. Va u yerga bordik. Bizning u yerga borganligimizni payg'ambar alayhisalom bilib qilib, "Nima qilyapsizlar?" deb so'radi. Biz, "Ey Allohning payg'ambari, bir atigini sen bizga Dajjalning gapini qilib, uni bir haqoratlab, bir gavdlantirib, uning sifatini bayon qilib bergandan, biz uni xormuzarliqdimikin deb gumon qildik" deb javob berdik. Payg'ambar alayhisalom, "Men sizlarga Dajjalning fitnasidan, boshqa fitnaning yetib kelishidan bek qo'rqaman. Agar Dajjal chiqqanda men sizlarning ichinglarda bo'lsam, uningga o'zim tetiyman. Agar ichinglarda bo'lmasam, hamma kishi o'zini qo'g'disin. Alloh taolo mening o'rnimda hamma musulmonlarni Dajjalning fitnasidan saqlaydi." Dajjal qo'yuq, budra chashliq, ko'zi teshig'i pultuyib chiqib qolgan bir yigitdir. Uni xuddi Qatanning o'g'li Abdul Uzzaga o'xshamdikin deyman. Sizlarning ichinglardan kim uni ko'rsa, Sur Kahfning 5-dagi oyatlarni o'qisin. U Sham bilan Iroqning oralig'idagi bir yo'ldan chiqadi va o'ng so'l taraf bo'lib hamma yerda pasatchilik teriydi. Ey Allohning bandalari, iymoninglarni mahkam turinglar dedi. Biz, ey Allohning payg'ambari, u zaminda qancha uzun turdi dedik. Payg'ambar alayhisalom 40 kun turdi. U 40 kunning bir kuni bir yildek, bir kuni bir oydek, yana bir kuni bir haftadek, qolgan kunlari sizlarning mushu kunlaringlardek bo'ladi dedi. Biz, ey Allohning payg'ambari, heliqi bir yildek bo'ladigan uzun kunda bir kunlikning bir kuniga to'g'rilab bir kunlik namozinglarni heliqi bir yildek bo'ladigan uzun kunda bir kunlikning namozini o'qisak bo'lamdi deb so'radi. Heliqi bir yildek bo'ladigan uzun kunda bir kunlikning namozini o'qisak bo'lamdi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, "Yo'q, sizlar u kunni o'lchab
bir kunga to'g'rilab bir kunlik namozinglarni o'qinglar dedi. Biz ey Allohning payg'ambari, uning menish surati qandoq bo'ladi deb so'radik. Payg'ambar alayhisalom uning surati shamol ittargan kalkundek bo'ladi. U bir kishilarning qishig'i keladiki, ularni o'ziga ishonishga chaqiradi. Ular uning ishinib, uning bo'ysunadi. Ondan u osmonni yomg'ir yog'dirishga buyurdi. Osmondan yomg'ir yog'adi. Zaminni buyurdi. Zamindan o'simliklar unidi. U kishilarning o'tlig'ili kelgan chorvalari kashti u kishilarning o'tlig'ili kelgan chorvalari kashti semiz yilinlari sutga to'lgan to'qliqidan beqinlari chiqib ketgan holda qaytib keladi. Ondan u boshqa bir kishilarning qishig'i kelib, ularni o'ziga ishonishga chaqirdi. Ular uningga ishonmay so'zini rad qiladi. U ularning qishidan qaytib ketadi. Shuning bilan ularga qahatchilik kelib, qo'llarida hech qanday mol-mulk qolmaydi. U bir xaroblikdan o'tib uningga ichindagi boyliqlarni chiqargan deydi. Uning ichidagi boyliqlar hasal harisi uvusidan chiqqandek orqa chiqishga boshlaydi. Ondan u toza yoshlik qo'ramiga yetgan bir kishini chaqirib kelib, uni qilich bilan urib, ikki parcha qilib etib, u kishini qayta chaqirdi. U terilib xo'shal kulgan qiyofatda uning oldiga keldi. Shu paytning o'zida Alloh taolo Maryamning o'g'li Isa alayhisalomni avatidi. Isa alayhisalom Damashqning sharq tarafidagi oq munorga bo'yalgan ikki kiyim kiyilgan, ikki qo'lini farishtaning qanotlariga qo'ygan holatda tushdi. U beshini past qilsa, beshidan suv tomchiydi. Beshini ko'tarsa, suzukligi marvoyitdek suv tomchilari chachrab tushdi. Uning tiniqini purab qolgan kofirlarning hammasi o'ldi. Uning tiniqi ko'z yetgan yergacha bordi. Ondan Isa alayhisalom Dajjalni izlab, uni Falastindagi yaqin bir shaharda tepib o'ldirdi. Ondan Isa alayhisalomning qishig'a Alloh taolo Dajjalning fitnasidan saqlab qolgan bir turkum kishilar keldi. Isa alayhisalom ularning yuz ko'zlarini silab, ularning jannatdagi darajalarini bayon qilib berdi. Shu chaqda to'satdan Alloh taolo Isa alayhisalomga: "Haqiqatan men hech bir kishi so'qishga kuchi yetmaydigan bir turkum bandalarimni chiqardim. Sen men Dajjalning fitnasidan saqlab qolgan bandalarimni to'rtig'iga ilib chiqib ket" deb vahiy qildi. To'rtig'iga ilib chiqib ket deb vahiy qildi. Alloh taolo Yajuji Majujini avatidi. Ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keldi. Ularning oldida kelganlari Tabarsa ko'lidan yenidan o'tib, uning suvlarining hammasini ichib bo'ldi. Ularning oxirqilari o'tganda bu ko'lda bir chaqlarda suv bor edi deyishdi. Allohning payg'ambari Isa alayhisalom va uning hamrohlari Turtig'ida qo'rshovda qoldi. Hatto ularning birisi uchun kalining bir tal beshi sizlarning bugungi kuninglardagi 100 tillardan a'lo bo'lib qoldi. Isa alayhisalom va ularning hamrohlari Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo Yajuj Majujlarning gadiniga qurtlarni avatish bilan ular xuddi bir kishi o'lgandek tangli o'ldi. Ondan Isa alayhisalom va uning hamrohlari Turtig'idan zaminga tushdi. Ular zaminning bir g'irich yerimi qolmay Yajuj Majujlarning sesiq puroqlari jasadlari bilan to'shib ketganligini ko'rdi.
İsa aleyhisselam ve onun hemrahları Allah Teala dua kılıdı. Allah Teala tövgelerinin boynuğa okşaş kuşlarını evetidi. O kuşlar ularning cesetlerini götürüp Allah xalagan yerlerge apırıp taşlaydı. Allah Teala yağmurunu evetidi. Yağmur birer öy ve yaki birer çidirnimi koymay hemmisini tazlap zeminni yuyup aynektek kılıp koydu. Şunundan keyin zeminga meyvelerini östür. Burunqi bereketlerini qaytar deyildi. Şu günlerde kişiler onarını yep, onun şüpekleri bilen sayıdılındı. Sütlerge bereket verilip, hatta bir tögünün sütü nurgun kişilerge, bir kalının sütü bir kabile kişilerge, bir koyunun sütü bir cemaat kişilerge yetidi. Ula şundak yaşavatkan çağda Allah Teala tuyuksuzla meyin bir şamalını evetidi. Şamal ulanın koltuklarının aslıdan ötüp, mümin ve Müslümanlarının birini koymay hemmisinin cinini alıdı. Uladın keyin yeryüzüde eşeklerde aşkarı cinsi münasebet ötküzdüğün en eski adamlar kalıdı. Şunun bilen ulağı kıyamet boludu dedi. Hicriyenin 741. yılı ot ketiş sebebi Hristiyanlığa kılganlığı guman kılınmakta. Hicriyenin 741. yılı ot ketiş sebebi bilen Umavi mescidinin örülüp ketken bir munaranın ornuğa yonulgan taştan bir ak munar selindi. Onunğa ketken çıkımның köp kısmı Hristiyanlarning mal mülkidan işletildi. Bu hadis kelgen İsa aleyhisselam düşüdüğün munarının bu ak munar bulup kılışı ihtimali en küçük gumanlardan bulup kaldı. İmam Müslim Yaqub İbni Asim'nin mundaq degenlikini rivayet kıldı. Men Abdullah İbni Amir'nin mundaq degenlikini anlagan idim. Bir kişi onun kışığı gelip, sen kişilerge nemini sözlep bergenden, Kıyamet günü muşundak buludu depsango deydi. Abdullah Subhanallah ya ki la ilahe illallah ya ki şunun okşaş sözlerini dep elbette men bir kişiye mengü bir neme demeymen degen idim. Elbette men bir kişiye mengü bir neme demeymen degen idim. Men fakat cezmen sile azgını zamandan keyin çoğun işlerini körsüler, bu öyden Kabe maksat kılıngan buluşu mümkün. Öy köydürüldü ve mundaq işler buludu deb Peygamber aleyhisselamның mundaq degenlikini rivayet kıldı. Deccal mening ümmetimge çıkıdı. Ondan o 40 turdu. 40 gün mü, ya ki 40 ay mı, ya ki 40 yıl mı bilmeymen. Ondan Allah Teala İsa aleyhisselam'ı evetidi. İsa aleyhisselam xuddi Urve İbni Mes'ud radiyallahu anhuga okşaydı. İsa aleyhisselam Deccal'ını izlep tepip onu yoktudu. Şunun keyin kişiler hiç kim bilen hiç kimnin arlıqıda kılç adavet yok, yaxşı halette 7 yıl yaşaydı. Allah Teala Şam taraftan meyin bir şamalını evetidi. O şamal yeryüzüdeki dilida zerreçilik, yaxşılık yoki imanı bar kişinin hemmisinin cinini alıdı. Hatta ularning birerisi tağdaki öngörünün içine kirip alsımı şamal o yerge kirip onun cinini alıdı. Şunundan keyin yeryüzüde yaman işlerini kılışta kuşlarının uçuşidek tiz birbiriga hırs kılışta yırtqıç hayvanlardek vahşi, yaxşı işlerini bilmeydiğen, yaman işlerini ayıplamaydiğen en eski adamlar kalıdı. Şeytan ulağa, sizler mening gepimge kiremsizler deydi. Ula, sen bizni nemige buyuruysan deb so'raydi. Şeytan ularni butlarga ibodat qilishga buyuruydi. Shu vaqtda ularning rizqlari üzülüp qalmay,
turmushlari yaxshi holatda bo'ladi. Keyin sur chelinadi. Uni anglagan har bir kishi bo'ynini so'zib, u yoq bu yoqqa qaraydi. Uni birinchi bo'lib to'g'isining eg'ilini o'ngshayotgan bir kishi anglaydi. Ondan hamma kishi o'ladi. Orqadan Alloh shabnamdek bir yomg'ir avatidi. Shu yomg'irdan kishilarning jismlari unib chiqdi. Ondan sur yana bir qitim chelinadi. U chaqda ular o'rinlaridan turib, o'zlarining nimaga buyurilganligiga qarab turdi. Ularga: "Ey xaloyiqlar, Rabbinglarning qishig'i kelinglar" deyildi. Alloh farishtalarga mundaq deydi: "Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilinadi. Do'zaxga kirib qolganlarni elib chiqinglar" deyildi. Farishtalar qanchadan qanchani elib chiqamiz deb so'raganda, har bir 1000dan 999 ni elib chiqinglar deyildi. Bu Alloh Taala oyatlarida bayon qilgan kundir. Dahshatidan balalarning beshini oqartib yetadigan kundan qattiq saqlaninglar. O kunda, ya'ni qiyomat kunda ish qiyinlanadi. İsa aleyhisselamның sifati to'g'risida. Yuqorida Abdurrahman ibn Adamning Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisida payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Agar sizlar İsa aleyhisselamni ko'rsanglar, tövendeki sifatlaridan tanib ola olaysizlar. U o'rta bo'y, rangi oqish qizil kishidir. Üstüde sus qizil rang bilan bo'yalgan ikki qur kiyim bor. Chechi ho'l bo'lmasa-mu, uning beshidan xuddi suv temib turgandek ko'rinadi." Nuwas ibn Sam'anning hadisida mundaq deb rivoyat qilindi: "İsa aleyhisselam Damashqning sharq tarafidagi oq minorga zapa bilan bo'yalgan ikki qur sariq kiyim kiygan, ikki qo'lini ikki farishtaning qanotlariga qo'ygan holatda tushdi. U beshini egsa, uningdan suv tomchilari oqidi. Beshini ko'tarsa, uningdan marvoyatga o'xshash suzuk tomchilar chachraydi. Uning tiniqi yetgan har bir kofir o'lidi. Uning tiniqi uning ko'zi yetgan yergacha bordi." İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Isro kechasi men Musa bilan uchrashdim. U uruq chechi budra emas, xuddi u Yamandagi shunu deydigan qabilning odamlariga o'xshaydi. Men Isa bilan uchrashdim. U o'ttiri bo'y, xuddi munchidan hozir chiqqandek o'ngi oq qizil edi. Men İbrahimni ko'rdim. Uning ballarının ichida men uningga bek o'xshaydi ekanman." İmam Buxoriy ibn Umardan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Musa, İsa va İbrahim alayhisalomlarni ko'rdim. İsa oqo'sh qizil, badani qovul, ko'ksi keng ekan. Ammo Musa bug'doy o'nglik, bo'yi egiz, chechi budra emas, xuddi u zuttiliqlarga rangi ruhida emas, bo'yining egizligida o'xshaydi ekan." İmam Buxoriy va Muslim Nafi'din ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Bir kuni payg'ambar alayhisalom kishilarga Dajjal to'g'risida so'zlab berib o'tib mundaq dedi: Şeksiz Allah Teala alagay emas, bilib qilinglar ki Dajjalning o'ng ko'zi alagaydir. Şeksiz Allah Teala alagay emas, bilib qilinglar ki Dajjalning o'ng ko'zi alagaydir. Uning ko'zi xuddi sapqidan
poltayib chiqib qolgan üzümga o'xshaydi. Sahih Muslimda mundaq deb rivoyat qilindi. Men Kabe'ning qishida uxlayotganda Alloh taolo tushimda menga ko'rgan kishilarning ichida eng chiroyli bug'doy o'nglik, budra emas, chechi mo'risiga tushgan, beshidan suv temib turadigan, ya'ni pokizlikdan beshidan suv temib turgandek ko'rinadigan ikki qo'lini ikki kishining do'lig'iga qo'ygan holatda Kabe'ni tavob qilayotgan bug'doy o'nglik bir kishini ko'rsatdi. Men u kim deb so'radim. Menga u Maryamning o'g'li Isa deb javob berildi. Ondan keyin uning keyinda chechi ushshaq budra, o'ng ko'zi olg'ay, xuddi Ibn Qatan degan kishiga o'xshab ketadigan ikki qo'lini bir kishining ikki do'lig'iga qo'ygan holatda Kabe'ni tavob qilayotgan bir kishini ko'rdim. Men u kim deb so'radim. Menga u Dajjal deb javob berildi. Isa qiyomat kuni ular Yahudilarning Isa'ni darg'a ostiq degan davosining va Nasaralarning Isa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq dedi. Isa alayhissalom o'zining ularga Allah tarafidan uningga topshirilgan ulug' vazifani yetkazganligiga va o'zining Allohning bandasi ekanligini iqror qilganligiga guvohchi bo'ldi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning buni oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. O'z vaqtida Alloh aytdi: "Ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilibinglar dedingmi?" Isa aytdi: "Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilsan. Ya'ni mening undaq demaganligim sana ma'lumdir. Sen mening zotimdikini bilsan. Men sening zotingdikini bilmayman. G'ayblarni nihoyat obdan bilsan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabz ruh qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xolig'ingcha tasarruf qilsan. Sana hech ahdi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, ya'ni ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchidirsan. Alhamdulillah, Alloh shukr bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi tafsiridan 155-oyatdan 159-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.